Hop, Instagramga qo'yganimizda ko'pchilik so'radi, ruchkaga qo'yib beryapsizlarmi deb. Ruchkaga ham xudo xolasa jiyanli qilib uстановка qilib berganmiz. Assalomu alaykum akalar, xudo xolasa kech bo'lganda ishlarimizni yakunlab oldik. Ko'rib turganlaringizdek Damas mashinasini qabul qilib qo'ydik. Bu mashinamizga hop stikla bademlarni, montajlarini boshqadan qilib berdik. O'zlariga barda o'rtasiga uстановка qilib berishgan ekan. Xudo xolasa o'zini kulchatiriga ko'rib turganlaringizdek jiyanli holatda ishlaydigan qilib uстановка qilib berdik. Nari tomonni ham bog'dan turib ishlatilaveradi. Ko'rib turganlaringizda bu tomon ham ideal holatda ishlayapti. Svetlarni ham yaradigan qilib cho'tki qilib berganmiz. Bu tomonlarni o'zidan ham ishlayveradi. Xudo xolasa ideal bo'lib chiqqan. Barda o'zini joyiga teshib uстановка qilingan ekan. Uni olib tashlab turib ruchkaga uстановка qilib berganmiz. Hop, Instagramga qo'yganimizda ko'pchilik so'radi, ruchkaga qo'yib beryapsizlarmi deb. Ruchkaga ham xudo xolasa jiyanli qilib uстановка qilib berganmiz. Ishlatgani ham xudo xolasa noqulaylik tug'dirmaydi. Simlar ham barday bo'lib turmaydi. Idealni qilib cho'tki qilib uстановка qilib berganmiz. Bu tomonda ham simlar idealni holatda. Pastda osilgan, yopishgan simlar yo'q. Xudo xolasa idealni bo'lib chiqqan. Turkdan qulplaganda ham aynilar xudo xolasa ko'taradigan olib chiqqan. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar, ishlaringni chiroyli, sifatli qilib bitirib beramiz.